Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Bugun 6-oktyabr 2024-yil ofisimizga, Chirchiq ofisimizga Ilhom aka tashrif buyurganlar, o'zlarini natijasini gapirib beryaptilar va sizlar uchun ozgina qisqacha videorolik qilishga qaror qildik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alhamdulillah. Va alaykum assalom. Mana hozir siz bir nechta natijalaringizni aytib o'tdingiz. Hozir o'shalarni yana aytib o'tdingiz. Aynan nimalardan natija oldingiz? Qanaqa aynan aniq qaysi diagnoz? Natijalarimdan perfeksiyamni vitalikdan oldim. Misol uchun bu zreniyamda yaxshi qilib tavsiya qildim. Smart bu bel og'riq, oyoq og'rig'imga, zreniyamga, qulog'imga yaxshi natijalar berdi. U bel og'riq, oyoq og'riqda aynan qanaqa diagnoz bo'lgan? Diagnozim bu yerda radikulit edi. Keyin anaqa osteoxondrozim bor edi. Keyin oyog'imda haligi revmatizm dedi. Shu natijalarni hozirgi kunda iste'mol qilib, mana xudo xolasa hozir yaxshilik o'taqmayapti. Keyin qulog'imda ham eshitish qobiliyati yaxshilandi dedingiz. Bularni iste'mol qilgandan keyin qulog'imga ham tomchiladim. Soat smart bo'lsa, vitalik bo'lsa farqi yo'q. Pipetkada olib, kechgaga tomizardim-da. Keyin yopib tomizib, ana qilardim. Shu orqali men hozirgi kunda yaxshi asli quloqlarim yaxshi eshityapti hozir. 100% deb aytolmayman, lekin ancha yaxshi. Oldingiga qaraganda ancha yaxshi. Buni mahsulotlarni hozir bizda shunaqa savollar bo'ladi. Mana siz anchadan beri shu mahsulotlarimizdan olib berasiz. O'rganib qolish bormi? Ya'ni doim ichib yurish kerakmi? Bir marta ichgandan keyin organizm o'rganib qoladi degan savol bo'ladi. Mana o'zingizda shu narsa bo'ldimi? Yo'q, unaqa narsa bo'lgani yo'q. Buni men o'zim shunday tushundimki, har bir 6 oydami yo 1 oydami misol profilaktika qilishimiz kerak. Kasallikni tozalashimiz kerak. Har bir insonda o'ziga yarasha muammo, yeyotgan, ichayotganimiz hammasi misol uchun ximiya bo'lgan hisobiga biz shuni iste'mol qilib turishimiz kerak bo'ladi. O'zimiz sog'lig'imizga e'tibor berishimiz kerak. Xo'p, mahsulotlarni qancha vaqt ichdingiz, qancha kunda natija sezdingiz? Necha mahal, necha grammdan ichdingiz? O'shalarni aytib o'ting. Kuniga ertalab dohirga perfeksiyamdan vitalikni ichaman. 2 grammdan birinchi perfeksiyani ichdim, keyin 10-15 minutdan keyin vitalik ichdim. Kun davomida 2 litr, 3,5 litr suv ichib yurdim, iste'mol qildim. Ya'ni burun men o'zi suv kam ichardim. Hozirgi kunda mana shularni iste'mol qilganim uchun har kuniga 1,5-2 litr, 3 litr suv ichaman. Xom iliq suv. Keyin ko'pincha hozirgi kunda ko'k choy o'tkazib olganman. Ko'k choy ko'proq ichaman hozirgi kunda. Qishning yozning farqi yo'q, ko'k choy ichaman. Yaxshi. Sizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mana doim ko'ramiz, e'tibor beraman. Juda ham bir energiyaga boy insonsiz. Hatto bir marta gapirib berdingiz, ichki organlarni tekshirganda necha yosh berdi dedingiz? Buni aytmoqchi. Buni ichgandan keyin o'zimiz qiziqdikda, qanaqa bizda o'zgarish bo'lar ekan. Biza Ranoshka bilan ikkalamiz bir diagnostika taklif qilishdi. Bordik, ko'rdik. O'zimizdagi yuklarimizni, suyaklarimizni, qon tomirlarimizni, davleniyani butun analizni topshirdik. Keyin anketa yozdirdi. Yozgandan keyin har birini yozgandan keyin tekshirar ekan ular. Yog'ingiz qancha prosent, suyagingizda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi. Shunda hozirgi kun shu borganimizda bizning yoshimiz 66-65 shunaqa edi shu paytda. Hozirgi kunda endi yoshim ancha. Shunda bizani tekshirganda ayolimni yoshini 48 yosh berdi, amanikini 50-52 yosh berdi. O'zingizning yoshingizga nisbatan o'sha paytda 12-13 yosh bergan. Ancha menda o'zim hayron qoldimki, bo'lishi mumkin emas. Shuncha narsa ular tushuntirdi. Nima iste'mol qilyapsiz? Men aytmayman sizlarga dedim. Nima iste'mol qilayotganimni, lekin bu mahsulotlar zo'rligi uchun organizmni 20-25 yoshgacha yoshartirar ekan. Keyin kuch-quvvat berar ekan. Bu yerda eng qizig'i kuyuzin desid moddasi va bixunol moddasi borligi uchun men bu mahsulotga qiziqib iste'mol qilaman. Hozirgacha shu mahsulotlarni iste'mol qilaman. Bu
uyimda zubloy pastalar bor, Garmana lukslar bor, Smartlar bor, Perfeksiya lukslar bor, Energiya lukslar bor, Venus luks. Hamma mahsulotim uyimda bor. Xullas, hamma mahsulotimizda uyingizda bor ekan. Mana qarang, Garmoniya luksi ko'proq hozir bo'qoqqa, aynan bo'qoqqa qaratishyapti-da e'tibori. Siz Garmoniya luksi nima uchun ichyapsiz? Sizda bo'qoq bormi? Bunda misol uchun menda unaqa bo'qoqlar yo'q. Yo'q, menda bo'qoq degan narsalar unday narsa yo'q. Lekin men bunga qiziqqanim, bu yerda har bir organga kerakli modda bor ekan. Yod organizmda yetishmasa, muammolar tez kasal chiqib qoladi. Shu muammodan hal bo'lish uchun men buni iste'mol qilaman. Ertalab menga tavsiya qilishganda 7 ta tomchilik ichar ekansiz ertalab. Men aytdim, yo'q, birdaniga 10 tomchidan ichyapman. Har kuniga ertalab nahorga och qoringa icha olaman. 100 gram suvga olaman, yomsam bir krujkam bor o'zim. Krujkamga suvni to'ldirib 10 ta tomchilik qilib keyin ichaman. Buni ichida shunaqa moddalar bor ekanki, hamma vitaminlar bor. Ayniqsa beta karotin degan moddasi bor ekan. Demak, to'liq o'qib tanishib chiqqansiz. Buni ichida yoshartirish xususiyati bor ekan. Shuning uchun men bunga qiziqqanman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Rahmat. Sizga kattakon rahmat. Ham bu yerda ozgina ma'lumot ham berildi, ham natija gapirildi. Aslida har bir mahsulot hech qanaqa diagnoz tanlamaydi. Hamma uchun bir xil mumkin. Siz aytganingizdek 6 oyda bir marta, 1 yilda bir marta profilaktika uchun ichishga har bir insonga taklif qilaman, tavsiya qilaman. Sizga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, omon bo'linglar.